Salam dostlar, yaxshimsizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misra Yemaklik cheklik şirkati tajdorligidagi Aylan programmasi. Men program riyosatchisi Laraba Ablis. Programmamizni Şinjan Laraba Madaniyat taqtish cheklik şirkati Cho'mili balla yurishlik mahsulotlari, Şinjan idrok psixik taraqqiyot markazi, Şinjan Unum Madaniyat taqtish cheklik şirkati birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar mablag' selish cheklik şirkati va Şinjan Abida Biopan texnik cheklik şirkati alayda qo'llagan. Sevimli dostlar, bugün her bir ailenin ümit çıraqları bo'lgan sevimli balllarımızın balla bayrami. Aldı bilen, barlıq balllarımızın bayramını kızgın təbriklaymiz, bayramlarga mübarek bo'lsin. Her son programımızda psixikalik yetaklash ep berish uchun alayda taklif bilan qatnashgan mübarek muallimga alayda rahmatimizni bildiramiz, ham qarshi olamiz muallim. Rahmat. Undaqda bugungi programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolarimiz zodi kimdi? Ularning barcha ballalarimizga ep kelgan bayramlik sovg'atlari zodi nimdi? Birlikda ko'rib baqaylik. Şinjan Bektur Suud cheklik şirkatining qurg'uvchilari, Bektur oilasining aktiv energiya tarqatuvchilari, alqis riyosatchi İshaq Sulaymon Malik Bektur, xonimi Bektur xonim va ularning umoq farzandlari. Sevimli dostlar, bugungi programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolarimizni mu sahnimizga chaqirib oldik. Hamma hammamiz birlikda bu do'stlarimizning qizg'in salomlariga quloq solaylik. Xush kelibsizlar. Xush bo'ldik, rahmat. Salam, ekran oldidagi kichik do'stlar, yaxshimsizlar? Oldi bilan Bektur oilasining qurg'uvchisi İshaq Sulaymon Malik Bekturdan hammanglarga qizg'in salomimni yo'llayman. Balla bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat. Chiroyli xonimimiz bilan tanishaylik. Rahmat, ko'pchilik hammalarga salom. Men Bektur oilasining Shahzoda Bakri Bektur xonim bo'laman. Shu barliq do'stlarningki Balla bayramini qizg'in tabriklayman. Xush kelibsizlar. Endi bu umoqlarning o'zgacha bir salom bog'i deyman-da. Qanasi 1 2 3大家好，我们是白色套江湖，我是老大一只八，我是老二一匹马，我是老三一颗粑。祝你们节日快乐！ Rahmat. Sizlarning bayraminglar muborak bo'lsin. Shundoq yong'on, ya'ni shundoq xushal-xo'ram, sevimli bir oila a'zolari, bo'pmi kiyinishdan tortib, bugun hammasi birdek saqlab, shundoq yaxshi kayfiyatda astoydil muomala qilib. Astoydil muomala qilishdan mening bilishimcha, Malik Bektur apandim o'zim bek astoydilcha, hech qanday inchik muomala qilish, shunaqa o'chazadam. Odatda turmushdimi bular? Kiyim-kechakdan tortib yurish-turishgacha bir chup kiyimlarni kiyib yurishni bek yaxshi ko'rdi doim. Shunaqmi? To'g'ri. Bugun lekin men bular o'xshamaydiganroq kiyib turdimcha bir qatim bo'lsin. Bir qatim shu arda qotdayim o'xshash kiydigan. Bizniki shu zilsa yana so'zini rangli kiyimimiz bor, oilaviy kiyimlarimiz mening mubadamdi, lekin 6-chi balla bayrami hisoblamda ballaga xosroq bir xarakterda qiyofati chiqay deb shu kostyum burilkamni qo'yib turib, hozircha shu ballaga xosroq rahat holatda kichik do'stlar bilan bir salomlashay deb chiqdik. Albatta bizniki shu oilamizniki o'zining xarakteri nima degan vaqtida dal biz o'zimizning faqat tashqi qiyofatimiz o'xshashli bo'lib qolmasdan, ishki jihatimi shu bolalarimiz bo'lsin, biz bo'laylik bir oila kishilari asosan o'zimizning eng go'zal taraflarimiz bilan boshqalarga aktiv energiya tarqatish, mundaq aytgan vaqtida boshqalarga ta'sir qilish. Bu bizniki Bektur oilasining eng yaxshi bir tutgan yo'li deb o'ylayman. Shundoq bular endi mening bildig'im endi chunki İshaq Sulaymon bilan, ya'ni Malik Bektur apandim bilan biz tunishqilimi 15-20 yil bo'lib ketdi-da. Maktabda o'qiyotgan vaqtimizdan boshlab bir kasbdosh tunishatdik. Keyin endi bir-birimizning oila qurgan, balliq bo'lgan jarayonlarimizga guvoh bo'ldik. Izchil chambarigimizda bir-birimizni diqqat qilib turamiz. Nayti oilasini suydigan, har qanday vaqtda xonimmi shunda yaxshi moslashib berdigan, bolalarni tarbiyalash, yetaklashdan tortib, har qanday faoliyati bular beshi billilichu. Biroq qitim birisi tushib qolmaydi, birasini bir qitimmi cho'ng'iydi qo'yib qo'yaylik yoki bir yerda bek qalayib qolib ketirganmiz, birisi birdan turib tursin demaydi, bular beshi chuqur billilar. Ondan keyin kiyim-kechaklardan tortib, o'xshash kiyib chiqdi, oyoqlardan tortib, nadan og'amdi degandaychi. Mush narsani kim tanlaydi shazadam?
Asasen şu Bektir efendim tanlaydı. Biz karşı hürmet kılımız. Hem beşimiz beş kanı tanlagandan biz bir adamın ki fikri bekerek hürmet kısak. En doğru tanlaş buldu dep oylayım ben. Onun üstü Bektir efendim. Bizga qaraganda yaxshi tanlaydi. Ha. Yangon so'q shindikaslarda, ha? Yaxshi narsani tanlay oladi. To'g'ri tanlaydiganiga ishonamiz. Ha, shahzodami to'g'ri tanlay olgandan keyin kiyim-kechakni tanlaydi. Shundaymi emasmi? Dadanglar sizlarga tanlab bergan kiyimlarni yaxshi ko'ramsizlar? Bek yaxshi ko'raman. Har bir insonlar asosan dadanglar tanlab turdi deyman-da. Ha. Ondan keyin sizlar doim birga faoliyatlarga borsizlar, shundaqku? Undaq bo'lsam, dadanglar, opanglar bilan nalarga sayohatlarga chiqib baqdinglar? Mayli faoliyat bo'lsin, mayli oilaviy sayohat bo'lsin, nalarga deb baqdinglar? Eng yaqinini, eng yiroqni. Yaqini Turpan, endi Qashqarga bordik. Eng yiroqda sayohat bordik. Ondan keyin mushu sayohatlarning ichida sizlar uchun eng ko'ngilli bo'lgan qachon? Sayohat. Eng ko'ngilli ham, eng qiziqarli bo'lgan ishlar bormi? Biz Jichanda Beti saxladık, bir saat varken. Dadam uxlab qoldi. Andan biz içimiz kayga kirgan bir panddan ichiga. O degan hech narsa ovozini anglayolmaydigan bo'lganligi. Biz backpage naqshidan birini topgandik. Ana opamizni akrimizda opam ikkilamay deb kirgizatgandan keyin aşağıda aeroplan ketdi. Bizning ismimizni sizga iliq qo'ygan bo'lgan shunda chaqirib ketdi. Ana biz anglamoqdik. Ana opam chiqqandan keyin aeroplan ketib bo'ldi. O o'ynab qaytgan vaqtlarni terimchiga. Andan yana aeroplanning beltini almashtirdik. Asli uni ertaga almashtiraylik degandik. Men ashta o'ylagandim, yana bir kun o'ynab olamiz deb almashtiramiz. Aslında bir saatdan keyin aeroplan borgan, aslında ketdi. Dadangizmi uxlab anglamabdi uni. Uxlabdi. Ular chunki bir hafta bek ko'ngilli o'yindi-ku jarayonda. Ben bu hikayeni burunma anglagan. Bek payz oynagandan keyin men avaz qisaqqa gap qilmanda. Bek payz o'yindinglar, ballarni bek ko'ngilli o'yindi. Ajab yaxshi mehmonxonalarga o'rlashibsizlar, bek faoliyatlarni yaxshi o'rlashtiribsizlar deb. Na qaytib kelgan kuni adsilga qilib kelma. Bek yaxshi o'yindi, qaytib kelguncha uxlab qoldik lekin deb bu hikayeni bir deb bergan. Hozir bu balamga eng ta'sir qilgan hikoya shu bo'ldi. Haqiqatan endi mushunday ishlarning o'zi bir umr unutilmaydigan bir hikoyada. Biz kichik vaqtimizda mushunday bir qiziqarli ish bo'lgandi. Deydigan. Shundan keyin sal diqqat qilgan bo'ldinglarmi? Qanday bo'ldi? Rost siz degandek ko'ngilli o'yindiqchi. Bo'lib bolalarım bir oylik kishi borgandan keyin uning ustiga biz butun hammasini unutdik desak bo'ldi u kunchi. Shu bolalarim suvga tushishgunchilik endi amroq bo'lib ketdiki, shu bir kun suvdan chiqmaydi-da bular. Demak u 7 kun tez to'shdi. Anken qaytashimizda Arasqa qisam bek charchadim. Shuning bilan kelgandan keyin biz biletlarni elib eng oxirgi shu ko'znaki kap bo'lib hamda ashada men bular dedimda, bolalarim bek charchab ketdim. Men azroq ko'zimni yum bo'lay. Sizlar o'sha sharolatda turinglar desam bo'ldi deb. Bular hamda u kichik bolalar u yerda saqlab bo'lamaydi-ku. U yerda u aydromning yaxshi bir naqshidilgan uy bor ekan. Bular andan keyin shu yerga kirib bilan quloq taqab orjin taqab naqshi degan bulishib anglabdi. Men oyoqda bulishib qo'rakda uxlabdim. Bu opsi shundoq bularga deb ko'z quloq bo'layotgan shu vaqtda baytin qizim degandek bir go'zal naqshini anglab qopdi. Op chaqqan kiring debdi. Shuning bular u go'zal naqshini bil anglabdi. Dal shu vaqtda bizni 5 qatim chaqiribdi-da. Biz hech qasimiz bular bir odamning ismi emas. 5 odamning ismi. Uning ustiga uzun. Birisining ismi 8 xatda. Ondan keyin buni biz anglamabdik-da. Chiqib bo'lgandan keyin shuning bir vaqtda uyg'on degandek cho'chibli uyg'ondim. Uyg'onib qarsam bir odam yo'q yanimizda. Opla aeroplan qana desam, ha? Demak, endi shu mushiyadagi hamra bo'lish, garchi uxlab qolgan bilan, lekin shahzodam bolalar bilan hamra bo'lish, ko'ngilli bir jarayonni o'tkazish ma'nosini unutildirgan gapda, vaqtning qanday o'tib ketganini bilmay qolgan gap. Men bir narsaga bak qiziqdim, shuning bilan aeroplan uchib ketibdi. Ketdi. Oxirgi so'zdan demoqchidim, alama. Qanday xulos qilganda kimning mas'uliyati bo'lib jidal-pidal toptani bo'ldimi derchi men. Biz shu menda qildik. U jidalni biz bir-birimizdan ko'may, shu aeroplan stansiyasiga ortdiqda. Sizlar bizning nima ismimizni chaqamaysizlar deb degan biz o'ktamlik bilan bordik qo'shaga. Har qanday vaqt degan kechiksa va yoki biz uxlab qolsak va yoki nimali bo'lsa chuqum sizlar mas'uliyat tuyg'usi bilan bizni uyg'otishinglar kerak. Yoki bo'lmasa anlatishinglar kerak desak, ular degan apandim, xapimang. Biz sizning ismingizdan 5 qatim chaqirdik deydi-da. Biz bir qatim anglamabdik, o'ylab qolganlar bu 5 qatim deysizlar. Bu bolalarim sizlar angladinglarmi desam, bular yo'q deydi. Siz-chi desam, men anglamadim deydi. Men endi uxlab bo'lgan degan men anglamadim-da, mana buni. Shuning bilan eng oxir oshadi talash qilayotgan vaqtimizda turintila bir uchur keldi menga. Uchurga qarashqim ulgadim-chi. Mundaqli qarsam, shu bizning kaynimizdan tortib avatibdi.
ismimiz chiqyapti da yoqda palonchi pustonchi degani debdi chambarakda qaynab demayman dal u yerda bizning xizmatdoshning ayoli ular bizning keynimizdagi xonband ekanda ular kelayotgan vaqtida bizni 5 qatim chaqirib kelib mundalni anglab mening ismimdan tunib ham 5 ismimiz uyg'ur bo'lgan keyin bildida ular oxirida mening ismimga kelgan vaqtda issoq degan ekan olimjon mening kasbdishimga kelib issoq apandim bir oylik ishlari hozir mayoq sayyoda sazoyi bo'lyapti shuni opla deb xatolik biznikida xap bo'lmanglar bo'ldi biz anglamabdiq deb qo'ydik shuninglar hamda qanday qilamiz hech qanday o'rni kelmaydida bak yaxshi yeri siz chiqib tapdan qilmabsiz men kirib ketgan keyin sen nima ish qilding deb bu apandimiz men uxlab olay degan keyin siz nima ish teshitdingiz deb ikkinglar bir-biringizga g'ajab tapdan qilmabsizlar u yerda unda qilsam baribir o'rniga kelmaydi lekin bir ish sababli bular o'zidagi mas'uliyatning yoki majburiyatning nima ishkanligini his qildi shu xatoligini tundi bir necha qatim bo'ynoq og'iz kamdi xonimning shuni hey siz buni bunda demang baribir xatolik bizim o'tib bo'ldi u yerda uxlab qolguncha men sizlar naqshanglik uchun to'tinglar 5 qatim anglatibdi biz anglamabdik baribir savallik bizniki bo'ldi endi buni degan diqqat qilsak bo'ldi dedik bir endi og'zimizni ichib so'zlab bo'lg'ichalik sabab ko'rsatganlik bo'lib qolmasin deb mushkamgacha men bu to'g'riliq bek talash tortishim bo'lib ketmagan bu yilqi biz moyoqda masalan urumchida direkt uçmak olsak 3 saat 2 saat burun çıkmamız var durumga. Hem de u yerda isiniz banki et degende saat 4'te mi 6'da mı çıkıp bardık lan yarım saatdan sonra uçurgan aeroplan kende o bizning ilqi hücrelerimizce aydırımı bagan 2 saat saqlaygan bir iş var sınıp ketken ekan. Makallı uçup qolganda hücre uxlab qolgan bo'lishi mumkin da. Emniyetda aşa diqqat qiliqliq anadaki bu ballar ayrım xonlarda ilqi naqshi aytadigan bular degan shunchalik hayajon voy opa tatib bular qilgandan keyin men voy yo'q deb qat'iy rad qo'yishga ko'nglim bormidi da to'g'ri onu bo'lgandan keyin ondan men bularning keyindan kirdim voy bo'ldi men chiqib ketmasam bo'lmaydi deb chiqib ketdim men shu oraliqda 1-2 minut ayol bo'lish bor aniq menmi xiyolimda bu 1-2 minutda meni cho'qim chaqirdi deb o'ylamayman da chunki aerodromda biz 2 soat saqlab uyg'unib ketgan bo'lgandan keyin dal shu vaqtda bu 5 qatim yo 50 qatim chaqirish vaqasi yuz berib bo'lgan gap men chiqqandan keyin men butunlay shular qo'ydimda yo qat'iy chaqirdim nima uchun men bir saq odam tursam nima uchun chaqirganini men anglamayman deb turib oldimda taptani qilmadinglarmi taptani qilgimiz keldi çünkü biz mu adam bo'lgandan keyin bu men o'yladim endi albatta u yerda hammamiz bir-birimizga hamroh bo'lib nihoyatim ko'ngillik o'ynadik bu nihoyatim ko'ngillik o'ynadik-yu hamda aerodrom kelganda charchab ketganimizni his qildik-da hamda u yerda azroq ko'zim jumbolay dedi buniki nihoyat to'g'ri chunki bu bizga hammamizga ega bo'lib mas'ul bo'lib u yerda yurgan keyin nihoyat japotatli charchaydigan aniq uningki uxlab qolganini men nihoyat to'g'ri tushunman lekin shu ish yuz bergandan keyin men ishimda o'yladim men bordim bu rost men uch balg'am bo'lib turgandan keyin nima ish qilsa ko'zingiz jumbolsiz yerda digim kelib ketdi yu lekin haqiqiy amniyatda bu yerda dikkat qilmay qolgan odam o'zim undan boshqa o'yladim balki shu ishlarni mushta o'rlashtirib qilishidimi bir yaxshilik bordi yo bugun yana bir kun o'ynab olamiz agar bilet chiqmay qolsa deganimni o'yladim ichimda bir yerlarimda kulgim qistab qoldi endi shu bolalar bilan hamroh bo'lib nurg'un bir muhim ishlarimizni unutib qoladigan bir ishlar bo'ldi ekan masalan dal shu kunga o'xshash endi aeroplanni saqlab o'tirish intayin bir zil muhim ish turib endi shu bolalar bilan o'ynab ketib shu bularning naqshisini anglayman deb kendin kirib ketib shuni o'tkazib qoldim-da balkim yo bu bir xatolikdi yo bu bir suyumlik ishdi to'g'ri men ochmak suyumlik ishga deb o'yladim endi bir o'ylasak ochiqni kendi kulib ketamiz hammamizchu undan keyin aeroplan chiqqandan keyin hammamiz o'zimiz tutib olgandan keyin bolalar bilan shuna paranglashdik chunki endi bolalarimiz to'g'ri tushunish kerak-da bu ishni balkim shunda bo'lib qilishida bir qiziqarli bir yaxshi ishlar bo'lishi mumkin yo bizni sal orom yilinglar deb shuna o'rlashtirib qilish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deganimni o'yladik buningda hammamizning savalligimiz bor agarda men anglamay qolgan bo'lsam yoki dadangiz yoki sizlarni anglashinglar kerak har birimizning mas'uliyati bor bundan keyin mushta ishlar kelgan vaqtida sal sagak turayli deb bir tajribalarni xulosagan bo'ldik to'g'ri shuning bilan buniki diqqat qilgan bo'lsa u ish tugab ketdi shuning bak yaxshi o'tdi men bu ishni bak sevimli ish bo'pti deb o'yladim chunki mayli biletni keyin qayt olayli hamma narsani shu vaqtning
qaytırıp kəlgil bulducu əmdi. Lekin şu vaqtki şu güzel əslimini, şu həmrah buluşunu nurgun vaqtlar biz qaytırıp kelənməydikenmiz. Bizmi atanı buvatımız, nurgun vaqtlar ciddiçilikdə ballarımız bir nəsi qarab baxına, məni qandaraq sızıbdı, mən manasını etib bəray degan vaqtlarda ras haqiqiy bütün işimizni qo'yib turib, bütün zehnimiz bilan, yuragimiz bilan uning qarab turib muomala qila oladiganlarimiz bak ozchu. Ha, voy bak yaxshi bo'pti. Voy men nima qilmay siz yevagan deb solamiz ba'zida. To'g'ri. Chunki bizningki hamda yana nurg'un ishlarimiz bor deydigan bir bahonalarimiz bor-da, chiroyli. Shunga men amaliyotda bu jarayondan o'zlanishni bak bir go'zal narsagan deb o'yladim. Odam shunda bütün dunyosini unutib, anonki bolalar nazar sola olganda, bütün yurki bilan ularning yurkidagi gapni anglay olgan vaqtda ondan bugünkidek güzel bir aslimalar maydon keldi deb o'ylayman. Shunaqmi ma'lum? Mas bu hikoya haqiqatan bir unutilg'isiz hikoya bo'libdi. Unutilg'isiz bo'lgan yorqin yeri nima desangiz, eng oxirida toptani yo'q-ku bu yerda. Agar aşağıda hanım özünü tutub olmagan bolsa, sizmi hey deb bir özünüz tutub olmagan bolsanız, aşağıda balalarning oldida siz mundaqroq qilsangiz bo'lmamdi yoki men mundaqroq qilvarsam bo'pti deb jo'risini ayıplash yoki o'zini ayıplash, ish qilib ayıplash qilmishi bo'lgan vaqtda 7 kunning yoki o'ynagan xo'shallikqa nur qo'yib qoladi-ku. Oldidagi xo'shallikning hammasini yutadi. U chaqda biz səfərə çıxışdan burun qılğan nişanlarımızdan ezib ketgan bo'lamiz. Am nurg'ulg'an vaqtlarda shuna bo'ldi. Masalan, 6-oyning birida ata-Allah suyumlik bolalarni shu baqchilarga aparamiz, kinoxonalarga aparamiz. Am odam bakchiq, haqiqatan odamchiq. Andan o'yinchiqlarga, o'yinlarni o'ynaydiganga ücret saqlaydigan ish chiqadi. Bu shu ücret saqlash jarayoni ata-Allahning savr taqtini sinaydigan bir jarayon bo'lib qoldi. Aşı vaqtda men bilet algan keyin sen balning qo'lini ching tutsang olmamdi deb aşağıda bir taptani bo'lib ketib, o'zini tutamay qolsa, shu kunki balalarning xo'shalligimi amaliyotda yo'qolib ketadi. Shunlashqa mush hikoyaning go'zal yeri nima desa, hammaylar bu ishni biz bir oila kishilar keltirib chiqardik. Unda bo'lsa har qanday oqibatga biz o'zimiz qabul qilamiz, undan keyin tajriba xulosa yakunlaymiz degan narsa bek go'zal bo'ldi. Endi biz hamımız bilimiz, mayli Malik Bektor'ninki doyunlarda bo'lsin, yoki bo'lmasa ailening doyunlarda bo'lsin, yoki bo'lmasa boshqa tashviqot xizmatlarida bo'lsin. Endi bu bay deganga o'xshash, shaxsiy oilaviy hayotning boshqa vaqtlarda xizmat munosabatidami bu bashi billalada zodim ayrilib qolmaydi. Endi mushunda vaqtlarda bolalar bek talab qilibdi, bizmi chiqaylik deb yoki xonimingizmi, men hamda xoningiz bo'lgan ekan billa chiqay deb turib chiqamdi yoki bu mush issiq apandim o'zining o'ylig'ini bormi? Muştan lapa qayli ya. Ben o azraq bilmem bunu. Endi shundaqmi ko'pchiliklar bir o'rtoqlashqim keldi. To'g'ri, endi mas'ul bek yaxshi so'raldi. Chunki men bir oilani oldi bilan muhim bir o'ringa qo'yman. Har qanday vaqtda, mayli endi xizmatim bo'lsin va yoki bo'lmasa odatdagi boshqa kasbiy jihatlardagi natijalar bo'lsin, mushlarni qo'lga keltirishimda oilam eng muhim o'rinda deb turib, shuningdek oiladagi mayli cho'ng, kichik ishlar bo'lsin, oldi bilan men muhim o'ringa qo'yib turib, kun tartibga turg'izib va yoki bo'lmasa, shu shaklda biz beshimiz qatordan tushib qolmay faoliyat qilamiz. Ham buningda qanday turib mening bolalarim dada bizmi chiqayli deb men ketmaydi. Rostga qilsam bugungi men faoliyatimizda bolalarimniki ko'rdinglar qizg'in kayfiyatini. Men bularni shunday akilman deb akeldim-da, lekin bular qanday turib bizmi televiziyaga chiqayli, dada televizorga chiqayli, biz cho'lpon bo'lay, unda demak bular o'zini hozir cho'lponlar deb qaraydi bular. Dada siz cho'lpon bo'lganki biz cho'lponlar deb o'ylaydi-da bular. Balam cho'lpon bo'lmoq unda oson emas deb qo'yma bularni. Lekin bir haqiqatan bular mening keynimdan yugurib sahnaga chiqmaydi. Men mush oilamga mas'ul bo'lgan asosda Malik Bektorning buguni mush oiladan ayrilgan emas deb turib, bularni men har qanday faoliyatimga, har qanday sirtdagi sayohatimga nega barayli billa apmangishni men nayt huzur deb bilaman-chu. Hamda nurg'ulg'anlar baka mayli utib qozongan er bo'lsin, ayol bo'lsin, ularningki qarshi jo'risini va yoki bo'lmasa ularning oilasini shunda bilgimiz keladi, yo'li kim ekanligini bilamaymiz-chu. Lekin men oilamda mening bolalarim, mening a'zolarim shu deb turib ko'z tishni bek arzu qilib ketmasligim mumkin yoki endi buni men bir huzur his qilishim mumkin deb o'ylayman. Yaxshi ko'rman. O'xshash kiyinimiz, kiyim-kechaklarimiz o'xshash, mushlarning kiyim-kechaklaridan tortib, takmush faoliyatga o'rinlashtirish hamma ishlarni asosan biz cho'nglar ikkimiz bilan maslahat qilamiz. Asosan ham men tashkillayman desam bo'ldi. Buningda men faqat huzur surdi ekanman-chu. Nurg'un shirkatlarmi bo'lgan bizni ayrim-ayrimdan-chu meni obraz vakillik taklif qilgan ishlar bo'ldi-ku. Lekin men ayrim taklif qilsa qat'iy chiqib baxmadim hozirgacha. Yolg'iz obraz vakil bo'lgan yo'q. Lekin biz oilaviy obraz bo'lgan 5 shirkatning mas'uliyatlari bor. Demak, men har qanday vaqtda oilam bilan birga chiqishni, oilam bilan obraz bo'lishni, oilam orqali birga natija yaratishni
bek yaxshi ko'rma, huzur his qilma, shunlashqa mana bugun bu 5 sinin hammani akilib oldimda. Men ayrıldım ziyaret. Ben bilemençi, çünkü biz ile qetil qaranışıp turdigan bo'lgandan keyin bu yerini bilmem. Bek yaxshi ko'rman, qara bolalarımni, ayolimni birga chiqishni deb men deb bergan. Men bu yerini bilaman, lekin bu bek güzel bir tuyg'u uchun men buni teximchi qadamlar bilishga deb o'ylayman. Chunki jamiyatimizda mayli natija qozongan bo'lsin, qozonmagan bo'lsin, hamda ko'pincha erlarda o'zini ayrim bir oiladan sirt bir a'zodek o'ylab oldigan, faqat uyga kirgandilar. O'sha oilaning bir a'zosi, uydan chiqqan, xizmat qilayotgan, sirtqi vaqtlarda o'zini bir ayrim yakkitandek o'ylab oldigan, hattoki ba'zilari o'zining tek oilam yo'q deb turib ifoda qildigan nurg'un misollar bor. Shunga men buni cho'qib ikrar qilib teximchi qadam ko'rish kerak, bilish kerak. Amaliyotda oilasining haqiqiy huzurini surishmi, texmi go'zal. Natijalardan bir aylık işleri bahramon bo'lish ham güzel degan narsani bildirgim keldi. Shu atayın sordum baya. Shu men his qildim, masalan, bir yig'iz gapida mening muvaffaqiyatim oilam bo'lganligi uchun men bo'lgan deb. Yana bir narsani his qildim degan chaqda kiyinishidan bo'lsin yoki mush faoliyatlarga oilaviy birga chiqishda bo'lsin, mush ideyasiga cho'nqur nima singib ketganligini his qildim degan chaqda men ayrim bir odam emas, biz bir butun gavda. Ma oila bütün bir gavda. Unda bo'lsa, meni ko'rsangiz, gavdaning mundaq yerimini ko'rib qolgan bo'lsiz. Agar meni ko'rmoqchi bo'lsangiz, oilam bilan qo'shib tan ko'ring deydigan ma'qul tavallik tuyg'usining noit kuchliligini his qildim. Bo'lib bu kiyimni mashina. Masalan, bu kiyim haqida Chinzu Fujuang deb qo'ymiz-ku, ota-onaning o'xshash kiyimlari, yurishlashgan kiyimlar haqida, masalan, qanday tajriba ishlangan chaqda buni avtor o'zining kitobida yozgan-ku. Bir oilada borgan bola özün dadısını nayta aciz çağlaydı ekanchu, çünkü o programmerga dadısı. Programı yazılganlar tan hareketlerde taza başka dostlarının dadısıda güçlük, top oynaydigan mahal emas. Kompüterin aldı oturup şu tema yazdıgan, programı yazdıgan ki. Şunun bilen bu dadam bizden imiş qımında küçük emas, dadam küçük bolmagan ki men ma beden jihatdan küçük emas o'xshayman deb o'ylab qoldi ki. Lekin buni dadısı his qilgan ekan, unda bo'lsa bir odam küçük bo'lsa küçük bo'lmaydi. Bütün bir oila küçük bo'lsa küçük bo'ladi degan narsani bildirman deb oldi bilan qilgan ishi nima desa, shu oq maykini ilib, o'xshash uyning ismini yozib başlığa Omuş yigituydu. Biz degan bir komanda degan xatni yozibdi-da. Shu kiyimni bolalarga kiygizib, ayollarga kiygizib, bular degan shu talla bozorga billi narsa tavag'li beribdi, bog'chilarga beribdi, xizmatlarga mashina qilibdi, maktabga mashina qilgan ekan, yaxshi yeri buni kiyib chiqsa, hammasining bular qaytirgan kasi kiyiminglar nima degan chiroyli. Sizlar ras bir oila kishilarmi? Voy sizlar butun sen emas. Sizlar degankin andin mabaliz qilib, men yolg'iz ojiz bo'lsam ishdan bo'lmaydi-ku, lekin bir oylik bir yakkasak, kuchlik bo'lsak, texim yaxshi bo'ldi-ku degan narsani his qilgandan keyin, bundan keyin yana nurg'unlagan ta'sirli hikoyalar bor. Lekin men birinchi qadamda mush kiyim orqali mush bola his qilgan ekan, andin bu bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi, dadisi bo'lgan hurmati ham e'tirof qilishi kundan kunga ishib, bu balani iz qo'g'lab tekshirgan chaqda, shu o'tir maktab chiqqandan naytdi, yaramli bir maktab komandasidagi bir balaga aylangan. Endi men bu hikoyani nima demoqchi degan chaqda, biz bayramlar bo'lsa, balalar bilan o'xshash kiyim kiyishni yaxshi ko'ramiz. Buni faqat go'zallik uchunla deb qarab olsak, bu kiyimning rolini pek ojizlashtirib o'tgan bo'lamiz. Amaliyotda shu balangizga biz bir gavda degan inkasni ideyasiga singdirdi. Shunga pek suyundim men kiyimlardan. Xo'sh bo'ldik. Bizning ko'nglimizga yurkimizdek gapni topgandek o'yladik. Endi biz hozirgacha mayli boya Dilraba degandek qandaqli bir o'rinlashtirish faoliyatlarga boraylik, hatto oilada bo'laylik va yoki sirtqa mahallaga o'ynag'il tushaylik. Biz asosan shu oila yurishlik kiyimlarini kiyamiz. Ham nadin kelgan uncha jiq kiyim deganda biz nadin kelgan uncha jiq kiyim o'zga kiyaylik. So'rasizmi so'rab biz endi shu o'zimizning, endi bolalarimizning yaxshi ko'rishiga asosan fason yoki ranglarini shu o'zimizning ideyamiz bo'yicha loyilab turib, biz o'zimizning Bektur markasida, Bektur oilasi markasida shu oila yurish kiyimlarini bozorga solgan 2 yilning oldida. Endi hozir buni davomlashtirib kelyapmiz. Endi biz shu yaxshi ko'ramiz. Biz shuni zodi shu iqtisodiy qimmat yaratishni eng oldingi sabab qilib turib qilmadik bu ishni-ku. Bayam siz degandek biz haqiqatan o'zimiz huzurli ekanmiz, o'zimiz suyundik ekanmiz. Shu bayam degan sayohatga chiqqan vaqtidami, shu birovlar degan noit qizil, yeshil ko'ynaklarni tayyorlab bir chamdan xiyollar olmag'imiz-ku ayollar. Lekin biz o vaqtida birinchi kuni man kiyimiz, bolalar bilan o'xshash kiyimiz deb deganmiz, ishkimiz shu bugun man kiyimiz, qaysi kiyimiz, man kiyimiz
şu plan bilen de aşılık seyyah bağa vaxtıdı mı ilik liyantayga o'xshash kiyimde 5 yurish issiqlikda bir muncha 6 kunga 6 yurishdan çünkü emniyet iş yurish yetidi o'zimiz hayajonli kitimiz şu bir qator o'xshash kiyinib boramiz issiq oldida turib shipping oldi bizni ko'rinishga oldi bizga shu bir gruppa boramiz qarqog'larda qilib shuncha suyunib kitimiz shu endi mushu siz degandek mushu ideyani o'zimizning oilasidan tutib qolmay bizning toqatimiz keldi-ku. Shuning uchun mushu markada oila yurish kiyimlarini mo qilib bozor solgan hamdi. Ha, biz bundan bek hozirlangan-da, bunga 2-3 yil bo'lib qoldi-ku. Bayatda Muborak shunday yaxshi xulosa chiqadi. Eng muhimi bu sevimli o'g'limiz to'xtamay bidirlayapti. Ha, andan keyin o'xshash kiyimlar bilan kelgandan keyin cho'qim bir alay tayyorlik bor deyman-da. Bugungi bolalarimizning bayramini tabriklab bir numar ag'ash keldinglarmi ya? Usul o'ynab beramizlar, naqshid beramizlar yoki usul o'ynab beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, naqshid alqishlarimiz bilan keraklar. Ondan keyin bularning yana bir güzel tarafı bor. O bo'lsa-mu, şu Uma qizimning bir necha yil burun bir naqshi chiqqan shunaqo. Shu naqshiningmi kelib chiqishining bek go'zal hikoyasi bor. Men shu vaqtda naqshininki axborot e'lon qilishiga qatnashganman. O'zim pastda o'tirib, hikoyasini anglab, shundoq ta'sirlanib ketgandim. Nima degan go'zal bir hissiyat, shundoq kichik turib. Bu chaqdagi qancha yashdingiz? 5 yaş. 5 yaş vaqti shundami? Mush jarayondagi hikoyani kim eng yaxshi deb bera oladi? Qanday sabab bilan mush naqsh o'tirib chiqib qolgandi? Maktabimizda qizim tanışıyor qilgan dadam bizni akitdi. Anda aketgan chog'da Zobiyani shunday bolalar shu qog'oz yig'inglar deb oshxonaga kirganim qog'oz yig'inglar deb turibdi. Ondan dadamdan ajab bejarga nima shunday qildi, apa dadasi uni boshqurmamdi deb aytsak, ondan ularning uyining qiyinchiligi bor, unda qilmish bo'ladi deb aytdi. Ondan ukam oshnaqshini aytdi-chu. Aytgan chog'da bu biz MV'ni oldik. U vaqtda qishdi. Ondan ukam shofu kiyib ichiga shin kiymay oshyadigan o'zi degan yig'lab boshqalarning ilqib tunmaydigan odamlarning yana berib qog'oz olamiz deb bu o'zim oshtaqgan show qildi qog'oz sotadigan odamni. Ondan bu naqsh chiqib bo'lgandan keyin qog'oz sotilganlar unda chiqib ketdi. Demak, mana mush bir naqshi bilan jamiyatga nurg'unlagan yaxshi ta'sirlarni bergan. Shunaqo, ular mush naqshni aytib, osh qog'ozlarni misol oldiga olib berib, shu nipiz kiyimlar bilan qishda surat ilib qilg'ichi siz cho'qim nurg'un japolarni tatgan shunaqo, yig'lab ketgan ko'rinishlaringizni men ko'rgandim o'sha emini ishlagan vaqtda. Demak, keyin sizning naqshingiz tarqalgandan keyin ko'chada shunaqa qog'oz sotgan bolalarning bek chiqamasligini ko'rgan vaqtingizda qanday hissiyatda bo'ldingiz? Nimalarni o'yladingiz? Yaxshi bo'ldim. Aptatsiya endi undaq qog'oz sotmaydi, yaxshi boqdi. Shundoq. Undoq bo'lsa, men ozroq chapata tutmush naqshni mushta ishlasammi, lekin arziydi deb o'yladingiz, shunaqmi? Aytasiz. Undoq bo'lsa, mush Iltimor qizimning shu qog'oz sotqichi qiz degan naqsining imtiyozini birga ko'rib baqandikmi? Shundoq qilaylik. Marhamat. Dünyadaki barlıq dadılar qızlarını yaxşı görəmdi. Dünyadaki barlıq dadılar qızlarını, balalarını bək yaxşı görür. Unda bolsa qog'oz sotqichi qizning dadasi-chu. Qog'oz sotqichi qizning dadasi yaxshi ko'rdi qizim. Unda bolsa nimishqa shuncha ola soqoqda o'zi chiqib pul topmay nimishqa qizini chiqarib pul topib qo'ydi. Nimishqa ular bizga o'xshash maktab o'qimaydi. Nimish ular bizga o'xshash o'ynamaydi. Nimishqa
bizga berilgan omonatdir. Biz ular haqida javobgar bo'lishimiz kerak. Balalarni balalikqa qong'ili, sabiylikka qong'il qo'yaylik. Balalar pul tepishimizdan vositasi bo'lib qolsin. O'zimiz qurgan oila va shu oiladagi farzandlarning sog'lom o'sib yetilishiga nikohdan burunla ideyimizda mas'uliyat va majburiyat tayyorlik bo'lishi kerak. Balalarning sutdek oppoq qalbiga bilim nurlari singsinki, pul tepish yana tajovuz qilinsin. Ota-ona bo'lganmiz farzandlarimizga, jamiyatimizga, millatimizning kelgusiga mas'ul bo'laydi. Ular yo'l qog'oz setib, oyoq maylab topgan kichikina pullar oila qiyinchiligimizda vaqtli qutqizib qolgandek bilinsimi, mo'ritida uning bir umrlik insoniylik pistekisiga, g'ururiga va kishilik hayot qarishiga ko'rsatgan salbiy ta'sirini pul bilan qaytarib akagil bo'lmaydi. O'tindig'inimiz, bolalarimiz balaliqqa qansin, balaliqqa qansin. Maktabdan qaytgan vaqtida har qatimimda ops bilan biz mashina haydab berib bularni apmaman shu. Menga vaqtimda shu yo'l yaqsib baytil degandek osh bolalar qishni kuni shunda jehmalım. Ash yo'l bo'yida hamda ilk oshxonaga kirib sotdimi deyli, u hamda bizga rohatlikni qo'llashgan bo'ldi deyli. Yo'l yaqsidik bolalar bunda bir kunisi ketib rastlamash rishatkaning orsiga kirib olib yilqib bola. Mushundaq turib to'nlab ketibdi deb bizning mashina shu yerda to'xtadi. Dal shu vaqtda iltimor ko'rib qoldi. Voy dedim, ma bola qishning kuni nima qog'oz sotadi deb turib oldi-da bu. Shuning balam balki hozir qiyinchilik bor deb qo'yib o'tib ketdim-yu, lekin biz o'ylab boqaylik. Bu qiyinchilik mayli oilaning qanday yuki bo'lsin, buni bola o'tab bo'lishga yesh to'shmaydi-da u vaqtda. Bola degan u vaqtda bolaligi qinish kerak, o'ynash kerak yoki o'qish kerak. U vaqtda ota-ona shu bolaga cho'qim mas'ul bo'lish kerak-ku. Bu vaqtda shu mas'uliyatdan qochgan bir uchun ota-onalar ko'z oldimga kelib qoldi-ku. Bolada hech qanday gunoh yo'q, bolada hech qanday xatolik yo'q. Bola degan u vaqtida hamda balkim ota-onaning tavsiyasi bo'yicha shu ishni qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bolaning kichikini qog'oz sotgan yoki maylamchilik qilib topgan puli bir butun oilaning iqtisodiy kirimini hargiz qamdab bo'lmaydi. Yoki uning hozir daldim bo'lmaydi. Chunki u qog'oziga nechchi qo'y, mo'ning ishi shundaqku. U kunda biz apli bersak u tijoratim yaxshi o'xshaydi deb u setaverdi. Biz bir kun olmagan bo'lsak yoki biz uning ozroq bir yaxshi tarbiyalan qilgan bo'lsak, meningcha bu bolalarimiz hammasi shu yo'ldan qaytib bo'la bo'g'itdi. Deb shuni o'ylablam to'pto'r. Mushto'g'irlik biz chiqayli, sahnaga chiqayli deb shuning bilan qog'oz sotquch qiznikini Saodat Satar xonim tekstini yozdi, Bahardan Tursun muzikasini ishladi. Uning ideyalarini hamda men tappadimda, cho'qqum buni biz nihoyatda ta'sirli qilib yurak tekkidak holatda chiqarayli buni deb. Shu vaqt baytan qizim deganda qishning kuni edi. Ma qizim dal biz suratga oldigan kunimiz og'rib qoldi. Shuning bilan hamda uni kechiktiraylik desak, buni vaqtda chiqarmasak tek bo'lmaydi. Shuning bilan shu maktab formasini ham keydi, ichi yilang. Har bir ko'rinishni biz bir qatimdil apmandik, chunki so'g'aq bo'lgandan keyin qayta olsak, ma balla baq qiynalib ketadi ekandek. Lekin shu ko'rinishlar shunday chiroyli chiqmaydi bolam hammasi shu bir qatimdil chiqqan ko'rinishlar eng oxiri bu o'zi yig'lab ketib chidamay, qog'ozni bir otgan ko'rinish bor. Yo'q aytayotgan anonki yugurayotgan. Demak, shu ko'rinishlarimizda mayli mazmun jihati bo'lsin, suratning ishlanish jihati bo'lsin, anondan keyin biz ota-onalarniki zot mas'uliyatimiz nada? Biz nima demoqchi, bolalarimizni biz qanday tarbiyalashimiz kerak yoki qanday yetaklash kerak to'g'riliq men bir o'tirib chiqib so'zladim. Demak, bu taqalgandan keyin haqiqiy qog'oz sotquch qizniki iltimorning shu vaqt ekanda ta'siri va yoki bo'lmasa mush naqshining amaliy unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ma'rif o'rinlarimi buni maxsus shu darsga akirib turib, mana qog'oz sotayotgan bir uchun bolalarimiz bular cho'qim maktab qo'yini qaytib kirish kerak. Buning uchun biz atrofdagilar yana ularga yordam qilib, qog'ozni sotib olish emas, kela biz billa o'qayli deyish orqali majatda ularni maktab qo'yini qaytirib akasin. Qatorliq yaxshi bir ideyalar mang'anti oxir unumni
ko'rildi. Ballarimiz hozir qog'oz sotmayotdi. Lekin mush yiqim degan ozroq paydo bo'lib qolyotdi. Buning uchun ham degan ekran oldida ham mush qog'oz sotayotgan ballarimizga bizim deydigan yurak so'zimiz ballarım sizlarning hozirgi vaqtinglar o'qiydigan vaqtinglar yoki balaliq qaytadigan vaqtinglar, balaliq qonadigan vaqtinglar. Bu vaqtda sizlar tijorat qilib, qandaqdir oilaning bir azroq bir yukini yengillataman degan bu orzuda bo'lmay, yaxshi o'qib bersanglar, kelgusida sizlar qog'oz sotmaysizlar, qog'oz zavodi ishlab chiqarib turib, sizlardan qog'oz ilib sotadigan bundaq bir iyilikni yarata olaysizlar. Şoň ballарым, tirishinglar deydigan umid. Pek güzel xulosa qildi ya. Hozir mening kallamga nim keldi desa, dal kepinak effekti keldi-chu. Bu qanday degan gap desak, bu kepinak effektini hammamiz bilamiz. Masalan, bir kepinak qanotini qaqqan shu shamolda, shuning sababidan sabablik nurg'ulg'an ishlar halqimi paydo bo'lib, eng oxirida bo'ron quyun chiqish kerak deydigan bir ideyachi endi. Endi buni biz nurg'ulg'an vaqtlarda masalani tushundirgan chog'da qanday tushundiramiz degan chog'da sen kichkina bir yomon ishni qilib qo'ysang, u uningdan cho'ngroq bo'lgan bir yomon ishning sababi bo'lib qolishi mumkin. U yana uningdan yuqoroq bir ishning sababi bo'lib qolishi mumkin. U yo'g'nab kelsa, kelgusida texnik xatarlik bir ish chiqishi mumkin deb. Qog'oz setish kichkina ishqo, darsdan tushib yarim soat setivasi bo'ladi deb sal qarab qalsak, unda bo'lsa mushu kepinak effekti tushasak, unda bo'lsa u kelgusida qandaq bir ishni keltirib chiqirdi. Buni qiyos qilmoq bektas ham bak xatarlik. Endi buni qizimizning hikoyasiga kirsak, qizimiz naqshyetdi. Emevi ishildi. Baymi dedi, men naqshini aytib bo'lgandan keyin shu qog'oz sotgan do'stlarningki azayganligini his qildim dedi. Balkim bu u o'zi bayqagan kichikgina yaxshi ish hamdi. Bu yaxshi ish yuqoroq yaxshilik sababchi bo'lsa-chu. Bu yaxshi ish ya'ni yuqoroq yaxshilik sabab bo'lsa-chu. Buning keyingi yaxshi ishni biz davomli faraz qilsak bo'ldi. Shuni bolalarga tarbiya qilgan chaqda har qanday kichikgina yaxshi ishni yaratmay qilmasak bo'lmaydi. Har qanday kichik xato ishni sal qarab qilib qo'ysak texmi bo'lmaydi degan tarbiyani berdiganga bek go'zal hikoya bo'ldi. Rahmat. Bugün şundak ko'ngilli paranglashdik, şundak ahliyetli paranglar bilan bo'ldik. Malik Bektur, yani İshaq Sulayman efendimning ailesi, Bektur ailesidan şuna yaxshi tanishdik. Eng muhimi bu jarayonda şundak bir men bundaq bir xulosaga keldim-da. Bu bo'lsa-mu bir odam butun dunyoni o'zgartirmaydi. Bütün dünyaya belki ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin hech bo'lmaganda boy degan kepinak effektiga o'xshash atrofimizga odamlarga ta'sir ko'rsatalaymiz. Atrofimizga odamlarning o'zgarishiga azroq sabab bo'la olamiz. Balki biz bir odam atrofimizga bir qancha odamga ta'sir ko'rsatsak, bir qancha odam texnik odamga ta'sir ko'rsatsa, dunyo biz o'ylagandan go'zal bo'lishi, texnik mikro muhabbat bo'lishi, texnik go'zalliklarga, yaxshiliklarga to'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqmi? Onunki muborak ma'lum. Bu bir oylik ishlarda bu umaq ishki qizimizning kichigidan sanatçıya alaydı talantı var. Yani biz kör bakmagan, biz oylab bakmagan bir sanatturda maharet göstereleydi şunaqı. Köpinçe vallahi oynamaydigan Hindistan usul oynaydı qarang. Tam so'raylik. Birlikegimiz bormi? Qiynansiz o'ynab beramizlar bugun? Bo'ldi. Rahmat. Pinga gafori pinga gafori pinga gafori pinga mana pingyani mala bola vili rat khala vili pori pinga कमर दामिनी अधर रागिनी हो
Şuna xusus sizlarga ko'ngil so'g'imiz bor. Bu sumanimi? Misra. Misra qizilari sizlar yaxshi ko'rib yeydigan, qabul qilinglar. Undan keyin bizning chumula bolalarningki yush asrash so'g'atliq yurishligi. Undan boshqa hammalar birdan yana bo'ljirgan marujin tamlik, mazg'apliq asrash tishpasti umatlarga. Undan boshqa bizning chumula eng yangi mahsuloti bo'lgan kalsiy sinik ichimligi. Bunlar ham igiz bo'lsin, texnik aqlli bo'linglar. U chumula degan bolalarning ko'zini ichish to'maydigan choy supun, badam may. Hammasi bor. Rahmat. Oshnas bor shu. Aytmaydi. Undan boshqa yana chiroyli xonimga ham umat qizlarimizning sumbul sochlariga al-xumarningki chash oziqlantirish ko'hri qabul qilinglar. Xalqimiz eng yaxshi ko'rib ishlaydigan. Undan boshqa yana bizningki shunaq ahamiyatli bir so'g'itimiz bor. U bo'lsa idrok psixik taraqqiyot markazininki ta'minlagan birisi chaqmoq tezligida o'rganish usulininki haqsiz kartisi, yana birisi oilaviy qumtaqda o'yinninki haqsiz kartisi. Buning cho'qim shu bu 5 qumtaqda fotomi bor. Qumtaqda o'yinni cho'qim bir oylik ishlar birga berib o'ynanglar. Bolalarningki ichki dunyosini ichib, eng muhim muborak ma'lum o'zi yetakchilik qilib sizlarga qildi. Undan boshqa qanday shu Malik Bektur Sulayman efendim bir aylık töregi bisim yaman yigit. Şuna idrakninki yangi mahsuloti bo'lgan bisim yangilitish. Har bir ayni sizga so'qadi. Tek bilipsizlardan tushiribsizlar. Texim baxtli bo'linglar, texim qo'shal qo'ram yashanglar. Undan keyin program guruhimizning bolalarimizningki Valloh bayrami uchun musiqa aldiki barliq bolalarimizning xushalligi uchun shunday suyimli nomerlarni olib kelganiga rahmat aytib, tayyorlagan so'qimiz. Bu maliklar Wow. Üzerlerden tahmin bu maliklar. Bek çıraylıkken. Bek çok Rahmet sizlarga. Rahmat, hoş bulduk. Rahmat. Inşallah hayırlı qo'y. Bugun programmamizni aytdik, ko'ngilli davomlashdi. Oxirida umaq bolalarimizning ekrandagi barcha do'stlarimizning Valloh bayramini tabriklab, so'q qilgan san'at umrining huzuringizga sunamiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Bolalarning sog'lom bo'lishi ota-onalarning orzusi. Bektur badan tuzlash cheletkisi farzandlarimizning qaddining tuz bo'lishiga yordam beradi. Her kuni Bektur bilan yaxshi odat yetildiring. Bektur badan tuzlash cheletkisini har kuni 2 soatlik yeysiz. Bektur bilan tuzli nar qomat. Har kuni Bektur bilan naqor ham Bektur badan tuzlash cheletkisi.
hamma yaxshi topsa bidlada chatqanimi gul gapirgandi hamma yaxshi topsa bidlada chatqanimi biz vatanni umidi guli biz azobning uzoqqa yo'li biz vatanni umidi guli biz azobning uzoqqa yo'li biz bulayli ma'rifat bilan ko'kda chaqnagan baxt yulduzi biz bulayli ma'rifat bilan ko'kda chaqnagan baxt yulduzi bayram muborak barcha dillar shodlansin bayram muborak barcha dillar nurlansin bayram muborak barcha dillar shodlansin bayram muborak barcha dillar nurlansin bayram muborak bayram muborak bayram muborak bayram muborak Analar izleyen sifat. Balalar teşna xuşallık. İşenç, muhabbet. Çümül ailesi de. Ana muhabbeti en saptı. Çümüle balalar yüş asray soğatlık yürüşlüğü. Çümüle. Hazırkı zamanda kim çiçeği ilim çapıdı? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Ilim çaptığımda teşik çıkmamdı. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirman, mana bugun jigdi yilmi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash go'hari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilmi quyruqmay chash oziqlash go'hari. Mana balla, abide gazlık soda suyunu muz bilen tüketirsiniz. Bek beyzi. Her bir yudumda sizge o'xshamagan tam tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa